Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nurman. Salon programmasiga xush kelinglar. Bugun sizlar bilan tarixma yurak kasali to'g'ri ba'zi mazmunlarni bahslanamiz. Bu haqda yani uzun yildan beri yurak kasali ustida ko'p tadqiqot ilib borgan Uyg'ur akamizniki yordam ostida qayta tekshirish, qo'shimcha tavsiyalarni elib turib tarqatdik. Bu akamizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Biz oldingi darslikda yurak kasalliklarini 8 cho'ng turi bo'lgan edik. Buning ichida birisi dalmush tarixma yurak kasali. Hammamiz bu kasallikni ko'pincha yashagan kishilarda bo'lganligini bilamiz. Yana ba'zida mana shu falonchining yurak kasali qo'zilib qopti, tuyuqsi tuyab ketdi anlagan bo'lishimiz mumkin. Bu dal tarixma yurak kasalining ichidagi eng xatarlik bo'lgan bir ahvoli. Ya'ni yurak qon tomirlarining jiddiy to'silib qilishi, yurak yiqilmasi paydo bo'lishi. Bunda avval aslida bu bemor odam minusikoz ichida ya soatlar ichida o'lib ketishi mumkin. Bu sababdan dunyo miqyosida bu kasallikda nihoyat ko'p izlangan, ham nihoyat ko'p tadqiqotlar olib berilgan. Ham bu bilan birga turli davolashlar maydonga kelgan. Tarixma yurak kasali degan nima? Tarixma yurak kasalining inglizcha ismi coronary artery disease. Turkchama o'xshash atab qo'ydi. Yan taraf rasmini ko'ra olasiz. Burun zamondagi tadqiqotchilar yurakning atrofidagi qon tomirlarini tojiga o'xshatgan. Bu qon tomirlarning ichidagi seriq bo'lgan yana ko'rdingiz. Bu seriq bo'lgan qismlar ko'pincha may moddasi. Bu may moddasi shu yerda asta-asta yig'ilib, shu qon tomirining asta-asta to'silib qolishiga sababchi bo'ldi. Va yoki badanning boshqa yerga kelgan cho'ng bo'lgan bir qon nuqtasi bu tarixman qon tomirlarga kaplish qilish mumkin. Bundan esa yana bir ahvol bor, u bo'lsa-mu shu tarixman qon tomirlariniki qetidan yirtilib ajralib ketishi. Mayli qaysi sababdan bo'lsin, yo may moddasi yig'ilib qolsin, yo qon nuqtasi berib to'silib qolsin va yoki bu qetidan yirtilib qolsin. Eng oxirida bu qon tomir shu yerga muskullarga qon yetkazib bermay qoldi. Qon yetkazib bermasa shu demak oziqlikmi yo'q, oksigenmi yo'q deganlik. Agar bunday ahvollar ko'rilsa, shu yerga muskullar benormal ishlamay bo'lib qoldi yoki bo'lmasa ishlamaydi bo'lib qoldi. Shu barliq ahvollarni biz yig'ib kelib tarixman yurak kasali deb ataymiz. Ham buning ichidagi shu may moddasining asosiy yig'ilib qilishini inglizcha aterosklerozis deb qo'ydi. Uyg'urcha bot qisman ketishi degan balki ma'lum bo'lishingiz mumkin. Tarixman yurak kasali kimlarda bo'ldi? Biz bayonda o'tdik. Tarixman yurak kasali ko'pincha yashaganlar bo'ldi. Bu yashaganlar deganimiz qancha yoshdan cho'nglarni yashaganlar deymiz. Tarixman yurak kasali normalda 45 yosh ustidagi kishilarda ko'proq bo'ldi. Erkaklarda ko'proq bo'ldi. Agar oilada cho'nglardan bo'lib qolgan bo'lsa, shuning avlodi hech cho'ngaygandan bo'lish ehtimoli bo'ldi. Buning esa yana yuqori qon besimi, diabet, qondagi may moddasi yuqori kishilar, ziyoda semiz kishilar, tamaki chekadiganlar, ayshratni ko'p qildiganlar. Bu turdagi kishilarda bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Endi boyada o'tgan tarixman qon tomiriniki qetidan yerilib ketishi bo'lsa, ko'pincha zahar chekadigan yoshlarda bo'ldi. Ham ba'zi yosh qizlar doim homilalardan saqlanish hormon dorilarini ko'p ishlatib qolsa, bulardan bo'lish ehtimoli bo'ldi. Ammo tarixman yurak kasali yoshlarda, normal yoshlarda, sog'lom yoshlarda bo'lish ehtimollari nihoyat tuvan. Shuningdek, anlagan yoshlar menda bo'lish mumkinmi deb kalingizga kirgizmayman. Tarixman yurak kasali turli qancha xil bo'ldi. Bu meditsina qancha taraqqiy qilgan sari kasallikka bo'lgan tadqiq qilishmi, turlarga ayirishmi shuncha ko'p bo'ldi ekan. Masalan, tarixman yurak kasali nihoyat ko'p turlari bor. Biz faqat bu yerda 4 cho'ng turlarni deb o'tamiz. Ya'ni turaqli yurak sanjiqi, turaqsiz yurak sanjiqi, yurak muskuli tiqilib qilish, ham tuyuqsiz o'lib ketish. Hamda biz jiddiy qutuluq turga eng muhim bo'lgani mana shu 3-dan 4-inchisi, ya'ni yurak muskuli tiqilib qilish bilan tuyuqsiz o'lib ketish. Chunki hayot qutuldirish avval Allohning rahmati, ondan sababini qilish biz doktorlarning vazifasi. Hamda biz deb o'tgan shu 4 turlik tarixman yurak kasalligining alomatlari qanday bo'ldi? Birinchisi turaqli yurak sanjiqi. Agar tarixman yurak kasali asta-asta paydo bo'lsa, ya'ni qon tomiridagi u to'silish asta-asta bo'lsa, ya'ni %30, %50, %60, %70, %80 bo'lib asta-asta to'silsa, qon yetishmaslikmi, yurakdagi sanjiq og'riqlarmi asta-asta paydo bo'ldi. Bunday ahvollarda bemorlar bir necha kunda bir yoki og'ir harakat qilgan chog'da yurakning qismida bir sanjiq yesib qoldi. Ammo bu sanjiqni biroz aram olsangiz o'tib ketish mumkin. Ba'zi dorilar bor, ularni qo'llansangiz u og'riq qo'yib berdi. 10 minutdan yoki 5 minutdan uzun surmaydi. Ikkinchisi turaqsiz yurak sanjiqi. Bu turaqli yurak sanjiqining bir texnik og'irlashgan bir shakli. Ya'ni bu yurak sanjiqi boshlaganda u to'xtagandan keyin yana bir qitim yurak sanjiq bo'lgan chog'da, birinchi qitim yurak sanjiq qargan chog'da texim og'ir bo'ldi. Ham bu og'riq 10 minut, 15 minutdan uzun davom qildi. Aramagan taqdirdimi yo do'rishgan taqdirdimi og'riq qo'ymaydi. Aramagandimi yo do'rishgan chog'dimi u og'riq uncha oson qo'ymaydi. Hatto ba'zida jim o'ltagan chog'dimi o'sha og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Sanjiq shaklida bir og'riq paydo bo'lishi mumkin. Ham nima uchun bunday og'riq bo'ldi desangiz, dal shu tarif etgan qon tomir balki %95 yoki 99 darajada tarif etgan bo'lishi mumkin. Bu vaqtda cho'ngroq bir qon nuqtasi yoki cho'ngroq bir qon hujayrasi kelib shu tor yerni o'tgan chog'da nihoyat qistilib o'tadi. Bu ahvolda yurak sanjiqi paydo bo'ldi. Yan taraf kirasini balki aniq ko'ra olasiz. Uchinchisi,
biz doktorlarga nihoyat muhim bo'lgan yurak muskul tiqilmasi. Ba'zida men buni yurak qon tomir to'silib qolishmi deb qo'yman. Bu yurak muskul tiqilmasi, ya'ni yurak qon tomir to'silishniki alomatini ben pek çok videolarda so'zlab o'tgan. Buni alomati ko'krakning o'tir qismida, ya'ni sol tarafda bir narsa besib olgandek, tosh besib olgandek bir og'riq bo'ldi. Sol miringiz og'riydi, sol qo'lingiz og'riydi, biligingiz og'riydi, uyushidi, sol barmoqlaringizda uyushib paydo bo'lishi mumkin. Sol engingizda uyushish og'rishlar bo'ldi. Sol tarafga dumingizda og'riq bo'lishi mumkin. Ya'ni o'tir qismida og'riq bo'lishi mumkin. Bu deb o'tgan alomatlar tipik bo'lgan yurak muskul tiqilmasining alomatlari. Ham ba'zi tipik bo'lgan alomatlar bo'lishi mumkin. Masalan, oshqozon og'risi, dumingizda og'riq bo'lishi mumkin. Ko'krakning o'ng tarafida og'riq bo'lishi mumkin. Bularni tipik bo'lgan alomatlar deb qo'yamiz. Jiddiy yurak qon tomir to'silib bo'lgan chog'da, ya'ni yurak tiqilmasi bo'lgan chog'da bu alomatlar bir qancha soat yoki bir qancha kun davom qilishi mumkin. Ya'ni bu og'riqlar hech bo'lmasa 20 minutdan uzun davom qildi. Yana birisi bu alomatlarning hammasi bo'lishi tayin. Ba'zi kishilarda faqat bir alomat paydo bo'lishi mumkin. Yana ba'zi kishilarda bir qancha alomatlar bo'lishi mumkin. Yana ba'zi kishilarda alomat bo'lmasligi mumkin. Bu ancha taxiri. Masalan, qanday kishilar bo'lmaydi desangiz, o'sha uzun yillik shakar kasali bo'lgan kishilarda, yoki badani og'ir kasallik bo'lgan kishilarda badani sezmay qoldi. Ya'ni shu terilarniki nervisining sezimchanligi tuvan bo'ldi. Bunday kishilarda yurak muskul tiqilmasi bo'lgan taqdirda balkim og'risi bor, lekin o'zi his qilolmaydi. To'rtinchisi tuyuqsiz o'lim. Balkim bu biroz qisqaroq tuyulgan bo'lishi mumkin. O'lgan odamda, vafot bo'lgan odamda bir alomat bo'ladi. Bizga muhim bo'lgani shu tuyab ketgan odamning shu vaqtida tuyab ketish oldidagi alomatlari bizga shundoq muhim. Balkim u kishida burun yurak kasali bo'lmagan bo'lishi mumkin, yoki tasma yurak kasali bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bir yashagan bir odam tuyuqsiz o'lib qolgan vaqtida bayqagan bo'lsa, balkim u odam oshxona bo'lgan bo'lishi mumkin, yoki telefon paranjotgan bo'lishi mumkin, yoki bir kishilar qattiq tartishgan bo'lishi mumkin. Va yoki harakat qilgan chog'da shu maydasini tutgan shaklda yana tuyuqsiz yetib qolsa, tuyab ketib qolsa, bu odam balkim %70 shu tasma yurak kasali sababidan, ya'ni shu qon tomir to'silib qolish sababidan tuyab ketgan bo'lishi mumkin. Hamda buni aniqlashga sabab balkim u tuyab ketgan odamniki bolalari bo'lishi mumkin. Ularga buni eslatib qo'yishimiz lozim. Bu to'rt cho'ng turdagi tasma yurak kasallikki alomatlarini deb o'tdik. Hamda balkim shu videoni ko'rayotgan yoshlarning qiziqadigan bir masala bor. U bo'lsa-mu, yoshlarda tasma yurak kasali bo'lamdi. Biz videoning boshida yoshlarda bo'lmaydi deb o'tdik. Lekin tuvani masala bir qancha yoshlarda bo'ldigan tasma yurak kasali o'xshab qolgan, yo'qmi may to'sish sababidan değil, boshqa sabablardan o'sha yoshlarda bo'lgan ba'zi tasma yurak kasalini deb o'tamiz. Yoshlarda may moddasi yuqori sababli qon tomirlarini asta-asta to'silib qolish emas, balki shu yurak tasma tomirlariniki tug'ma g'ayrilik sababdan kelib chiqqan ba'zi kasalliklar bo'lishi mumkin. Yoshlarda ko'proq shu yurakning shakli yoki tasma qon tomirida g'ayriy tug'ma sababdan kelib chiqqan yurak kasalliklar ko'rildi. Bu kasallikning ba'zi yurak sanjiq paydo qildi. Buning sababi ba'zi yoshlarniki tasman yurak qon tomirlari normal kishilarga qaraganda biroz o'xshamaganroq yerda joylashadi. Bu yoshlarda biz deb o'tgan turaqli yurak sanjiq bo'lishi mumkin. Ammo bu yoshlar doktorxona berib tekshirgan chog'da bo'lib, jiddiy xusus berib tekshirgan chog'da EKG tatidi qarshi normal. EKG ni nima unutib qolmagansiz-a? Qon tekshirishim normal chiqdi. Shu bunday hollarda to'g'ri diagnoz qo'ya olmay qolgan ahvollar bo'ldi. Ba'zi bolalarda, yoshlarda Kawasaki, Takayasu degan bu yaponcha ism qo'yilgan yurak kasalliklari bo'lishi mumkin. Yine ba'zi badanda o'sma bo'lgan kishilar, badanniki bu o'sma yurakka taqgan chog'da yurak tepining teshig'i chiqib, tasman qon tomirini besib, qon tomiri to'sish paydo qildi. Bu yurak tiqilmasini sababchi bo'ldi. Endi oxirgi bir guruh kishilar bo'lsa, yaqinqi zamonda shu yurak kasalliklari doktorlari tadqiqotlarning diqqatini munda bir guruh kishilar tortadi. Bu bo'lsa-mu o'rta yosh ayollarda odat kesilishning oldi keyinda besim, tashvish, ruhiy horg'inlik, mushlarning sababidan shu yurakning tasman qon tomirlarida kasallik o'zgarishlar bo'lmasimi yoki bo'lgan taqdirda yenik bo'lsa-mu, ammo qon tomirlarda yurak og'riydigan sanjiq paydo qilgan darajada bir tartibsiz qisishlar ahvollari bo'ldi ekan. Bu xil ahvolga takussubo yig'ini alomatlar deb ism qo'ygan. Ahvolning qaraganda buni yaponlik tadqiqotchilar iznib o'tirib qo'ygan o'xshaydi. Yaponiyaning ko'p jihatlari haqiqatan ilg'orjimi. Endi bir muncha odamni qo'rqitgan tasma yurak kasalligining alomatlarini so'zlab o'tdik, turlarini so'zlab o'tdik. Lekin hozircha bularni kalonga kirgizolman. Birinchidan bular emas bo'lish ehtimoli bo'lgan kasalliklar, ammo %100 bo'lu deganlik emas. Ikkinchidan bu yurak ko'krak qismi og'riq bo'lsa ham cho'qim yurak kasali bo'lishi atayin. Buni sizlarnikilar bir xilliksa tafsil so'zlab o'tamiz. Shu ko'krak og'riqi bo'lgan ahvollarda, zot yurak kasali bilanmi yoki boshqa ahvollar bilanmi bularni tafsil bir leksiya tayyorlab qo'ydim. Balki bir hafta chiqarib olmayman. Endi yana birisi ben bir muncha alomatlarni deb o'tdim, kasalliklarning ismini deb o'tdim. Bularni hammani bilinadigan maqsad emas. Chunki ba'zi mazmunlarni hatto biz doktorlarning ismini tutib olmaymiz. Hali samo'shlarning ichida. Biz bu mazmunlar sizlar bilan maqsadimiz hozirgi shu g'arbiy insonda ko'p ko'rilayotgan, ko'p tadqiq qilayotgan bu kasalliklarni qarindoshimiz bir anglab qo'ysin degan maqsadda bahlandik. Mush sababli tibbiy meditsina qiziqishlar bo'lsa, tirish biqishni umid qilamiz va yoki bolalarni mush sohaga intildirishni asta-asta boshlashni umid qilamiz. Men Nur doktor, bugungi
tarsma yurak keseli alaqadar leksiyamiz müşahede ahirleşiyor. Bu birinci kısmı. Yani ikinci kısmı var. İkinci kısımda tarsma yurak keseli qanday diagnoz qo'yish, qanday davolash ilib bordi, ciddi bir taraflash usullari va oldin olish usullarini deb o'tamiz. Ko'rmanlar ko'pdan ko'p rahmat. Mush mazmunlarni ratlab ichiga yangi mazmunlar qo'shib bergan akimizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ko'rish salomat bo'linglar. Allohga emanet.